Yaqin Sharqda keskin vaziyat bo'layotgan bir vaqtda Pokistondan Toshkentga 17 tonna go'sht olib kelindi. Gap shundaki, dunyo e'tibori Yaqin Sharqqa qaratilgan bir paytda O'zbekiston va Pokiston o'rtasida oziq-ovqat sohasidagi hamkorlik yangi bosqichga chiqdi. 12-mart kuni ikki davlat o'rtasida ilk charter yuk reysi amalga oshirildi. Pokistonning Lahor shahridan Toshkentga oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan 17 tonna go'sht yetkazib berildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Lahordan uchib kelgan Boeing 737 samolyoti mahalliy vaqt bilan 21:10 Toshkent xalqaro aeroportiga muvaffaqiyatli qo'ngan. Ushbu parvoz O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi oziq-ovqat yetkazib berish bo'yicha amaliy hamkorlikning ilk natijasi sifatida baholanmoqda. Kelgusida tomonlar yuk tashish hajmini bosqichma-bosqich kengaytirishni rejalashtirmoqda. Rejalarga ko'ra, kelajakda bitta reys orqali tashiladigan yuk miqdorini 100 tonnagacha yetkazish ko'zda tutilgan. Bu esa ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash hamda logistika imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Xo'sh, sizningcha Yaqin Sharqdagi vaziyat eksport va import savdolariga kuchli ta'sir qiladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.